Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Iqboljon va titlda o'qib turganlardek bugun sun'iy intellektdan daromad qilish yo'llari, sirlari haqida gaplashamiz, xudo xohlasa. Xo'p, avvalambor bularni boshlashdan oldin menimcha sun'iy intellekt nima degan savolga javob berishim kerak. Ya'ni sun'iy intellekt deganda ko'pchiligimiz ChatGPT yoki internetda ko'rayotgan video, rasmlar sun'iy intellekt yasagan shu narsalardan kelib chiqib tushunchamiz paydo bo'lgan. Lekin sun'iy intellekt ancha keng ko'lamdagi servislardan foydalanib hozir juda ko'p nima deydi bizneslar ishlatayotgan va har xil o'zini muammolarini yechishga foydalanayotgan narsalardan biri desam bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellekt avvalambor sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni internetda bor resurslar deylik, o'qiyotgan kitobingiz, internetdan topishingiz mumkin bo'lgan kitob deylik, artikellar, nima internetda ko'rishsangiz o'sha narsa polniy olinib, large language model degan narsa bor, o'shanga solinib machine learning, ya'ni kompyuter o'zi o'rganib chiqadi. Polniy juda ko'p informatsiyalar kiritiladi. Har bitta tasavvur qiling, internetda qancha resurslar bor. Polniy har bitta resurs har xil tilda solinib, qayta o'rganib shu darajaga yetib keldi. Ya'ni ChatGPT bilan yozsangiz, sizga xuddi insondek va juda ham aqlli informatsiyalar, siz masalan deylik, qanaqadir kitob haqida so'rasangiz, u haqida informatsiyalar berishi mumkin. Polniy shu informatsiyalar kiritilgan, chunki internetda bor narsa bo'lgan. Shundan kelib chiqib, har siz bilan xuddi insonda gaplashadigan holatga kelib keldi. Ya'ni o'rgatilib bu narsaga. Va hozir shu uchun sun'iy intellekt nima deydi, rivojlanishi juda ham har kuni nimadir yangiliklar chiqyapti. Rivojlanishi trendda desam adashmagan bo'laman. Xo'p, sun'iy intellekt haqida qanaqadir tushunchamiz paydo bo'ldi deb o'ylayman va endi biznes proseslar haqida gapirmoqchiman. Ya'ni sun'iy intellektdan qanday daromad qilish bo'yicha internetda, to'g'risi o'zbek tilida hali kontentlar, o'rgatadigan kontentlar ko'rganim yo'q. Ya'ni ko'pchilik sun'iy intellektdan deylik manaqa ChatGPTdan qanday foydalanish, shunga o'xshagan ma'lumotlar ko'rdim. Men balki o'zim ko'rmagandirman, lekin men shunaqa kontent ko'rmadim. Ya'ni sun'iy intellektdan qanday foyda qilish, nimalardan ishlatish, aynan step by step, ya'ni qadamma-qadam praktikada ko'rsatadigan narsa ko'rmadim. Shu uchun men xudo xolasa shu YouTube kanalda obuna bo'lib qo'ysangiz, yangi ochdim. Birma-bir sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman, xudo xolasa. Xo'p, yana bitta misol bermoqchiman. Ya'ni social media marketing, ya'ni SMM degan soha oxirgi yillar rivojlandi ancha va bitta soha bo'lib yetishdi desam adashmagan bo'laman. Ya'ni internetdagi platformalar, ya'ni Instagram, Telegram, Twitter, Facebook o'xshagan platformalar rivojlangandan keyin, odamlar ko'proq ishlashni boshlagandan keyin bu sohalar brendlar foydalanishni boshladi. O'zini brendini rivojlantirish uchun yoki ko'proq klientlar olib kelish uchun, o'sha internetda ko'pchilik baribir foydalangandan keyin nima deydi, brendlar o'zini foydasiga va eng asosiysi ko'proq mablag' topishga foydalanishni boshladi bu servislardan va buni yuritadigan insonlar menejer bo'lib, bitta sohani yuritayotgan insonlar bo'lib asosiy ekspertlar bo'lib, qanaqadir bitta soha bo'lib qoldi bu narsa ham. Va sun'iy intellektni ham xuddi shunaqa soha sifatida ko'rishingizni xohlayman. Ya'ni sun'iy intellekt, siz sun'iy intellektni qanday boshqarishni biladigan bo'lsangiz, qanday proseslarda, biznes proseslarda ko'proq klientlar muammolarini yechish va qayta qilinadigan narsalarni osonlashtirish, optimizatsiya qiladigan bo'lsangiz, avtomatlashtiradigan bo'lsangiz, ko'proq daromad qildirishga yordam bera oladigan bo'lsangiz, juda yaxshi daromad qilishingiz mumkin bu sohadan ham. Va hozir chet elda trendga chiqayotgan soha, ya'ni agentstvalar ochilib ketgan chet el davlatlarida va bizneslar qiziqishi oshib bu servislardan foydalanishni boshlayapti. Chunki raqobatda yengilib qolmaslik uchun, avtomatlashtirish uchun, trendda ketish uchun juda ko'p bizneslar foydalanishni boshladi desam bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda hali unchalik rivojlanib ketmadi deb o'ylayman bu soha, lekin O'zbekistonda ham endi asosiy sabab menimcha
O'zbekistonda bizneslar hali beri unchalik raqamlashmagani uchun deb o'ylayman. Ya'ni amalda ko'rmayapmiz bu narsalarni. Chunki balki ko'rayotgandirmiz. Ya'ni ko'proq mana bunaqa marketing agency, SMMchilar foydalanyapti, ya'ni servislardan emas, asosan toollardan desak bo'ladi. Ya'ni Canva shunga o'xshagan dizaynlar yaratish, shu visual sun'iy intellektdan g'oyalarni olib qanaqadir dizaynlar qilib beryapti. Shundan foydalanib postlar yoki proyektlar qilib shunaqa anaqada foydalanyapti, lekin unchalik avtomatlashtirish darajasida ichidagi ichiga kirilmadi deb o'ylayman. Meni o'zim tushuncham, ya'ni meni o'zimni ko'rgan narsalardan kelib chiqib va masalan chet elda rivojlanib ketayotgan narsa. Bunda ham hozir aytishim kerak bo'lgan narsa bor, ya'ni bitta soha sifatida oladigan bo'lsak, nishlari bor buning ichida. Nish deganda yo'nalishlar deb oladigan bo'lsak bo'ladi. Yo'nalishlar deganda o'sha ichidagi har xil qanaqa sohasiga yordam berish, masalan biznesda chatbotlari yoki gaplashadigan agentlar deymizmi, yoki avtomatik xabarlar jo'natishi mumkin bo'lgan narsalar yoki klientlarni oladigan joyimiz. Xullas, birma-bir hozir avvalambor tushuncha berib o'tishga harakat qilaman va keyingi videolarda xudo xolasa birma-bir bu narsani praktikada ko'rsatib, qanday qilish yo'llarini ko'rsatishga harakat qilaman xudo xolasa. Hozir aytib o'tishim mumkin bo'lgan narsa, hozir masalan Notionda eski yozgan narsalarim bor edi. Shu narsani harakat qilaman yozib. Sorry. So, AI automation specialist voice agent, ya'ni nishlari bor, o'zini yo'nalishlari bor dedim. Bu narsada qarang. Voice agent specialist, chatbot specialist deganda hozir juda ham ko'p hozir yo'nalishlarga foydalansak bo'ladi, lekin men hozir nima deydi, men o'zim foydalanadigan yo'nalishlarni yozib qo'yganman. Shularni hozir tushuncha berishga harakat qilaman. Ya'ni AI automation specialist, voice agent specialist, chatbot, built-in platform text specialist. Bir-birini ichiga ham kiradi bu yo'nalishlar. Hozir masalan bitta misol keltiradigan bo'lsam, voice agent specialist degani ovozli xabarda gaplashadigan agent. Va biz nimalarga foydalanishimiz mumkin bu agentlardan? Masalan, deylik restoranimiz bor yoki kompaniyamiz, qurilish kompaniya, qanaqadir biznesimiz bo'ladigan bo'lsa va bizga klientlar telefon qiladi. Nimadir gaplash uchun vaqt olmoqchi bo'lishi mumkin yoki restoranga deylik joy olib qo'yish uchun telefon qilishi mumkin yoki informatsiya olish uchun telefon qilishi mumkin. Har xil maqsadlarda telefon qilishi mumkin deylik. Biz agentimiz nima qiladi? Biz agentga VAPI degan yoki voice agent shunaqa platformalar bor ko'p. Deylik VAPI deb example olyapman, chunki VAPI da o'zim ishlataman. VAPI deganda deylik hozirlarga ko'rsatib o'tsam menimcha mana VAPI damiz ekan o'zi. Sizlarga osonroq bo'ladi. Bu yerda nima qilganman men? Deylik chatbotga juda ko'p funksiyalari bor, buni yaratadigan tillar tanlasak bo'ladi. Menimcha o'zbek tili hozircha o'zbek tili yo'q-da. Chunki o'zbek tilida baribir yetarlicha informatsiya kamligi uchun o'zbek tili yo'q. Aytganimdek, o'sha ingliz tili, o'zbek tili, xohlagan tilingizda har bitta informatsiya internetdan olinib o'rgatilgan. Bunga o'zbek tilida baribir resurslar kamligi uchun maksimum foydalanish cheklangan desam bo'ladi. Chunki ingliz tilida asosiy kontent ingliz tilida va shuning uchun ingliz tilida asosiy tili desam bo'ladi buni. Xo'p, modelda aytayotganim, ya'ni VAPIda mana bunaqa narsalar bor. Ya'ni siz bunga polniy mana bitta fayllar bor. Endi buni hozir o'zini fayl joylaydigan joyi yo'q ekan. Bor edi bu, lekin hozir yo'q. Xullas, buni nima qilishingiz kerak? Buni boshqa API jo'natadigan shunaqa anaqalar bor, platformalar bor. Shunda sizni polniy deylik restoraningiz haqida informatsiyalar kirgizishingiz mumkin. Ya'ni menyularingiz yoki qanaqadir klient so'rashi mumkin yo bilishi mumkin bo'lgan narsalarni polniy informatsiyalar dokument formatda kirgizib, API dan bunga VAPI ga jo'natasiz. Jo'natganingizdan keyin mana bu yerdan tanlash imkoniyatingiz bo'ladi. Tanlaganingizdan keyin bu agent polniy informatsiyani biladi. Ya'ni
klient manaqa menyuda manaqa narsa bormi desa, ichidagi narsalar, masalliqlar har bitta detallargacha aytib bera oladi va telefon qilib deylik, joy olmoqchiman, restoranga joy olmoqchiman, 5 kishi ertagalikka olmoqchiman desa, bu joylar ola oladigan sistemalargacha, hatto kalendarlargacha nima deydi, aksess olishi mumkin, aksess qilishi mumkin. Hozir o'sha misolda keltiryapman, ya'ni 4-5 ta odam, deyli 5 ta odamga joy olmoqchisiz, ertagalikka joy olmoqchiman desangiz, siz bilan agent gaplashadi, o'sha telefonga ulab qo'yasiz, telefonda gaplashib, bizda joy bor, kelishingiz mumkin yoki qanaqadir menyu haqida savollar berish mumkin, o'z o'ylashingiz mumkin bo'lgan narsalardan savol bersa, agent sizga javob bera oladi, o'sha odamni o'rniga javob beradi va 24 soat ishlay oladi bu agent. Endi qanaqadir to'lovi bor baribir bunda. Bu endi biznesda o'ziga mas'ul bo'ladi. Siz biznesga polniy siz qurib berasiz, shu agentni qurib berasiz. Agentdan biznes foydalanishni boshlaydi, ya'ni nomerlarigacha har bitta narsaga ulab berasiz va bo'ldi, tayyor bo'lgandan keyin klient telefon qilib turib agent bilan gaplashishni boshlaydi. Ya'ni bu vaqtga manaqa servis deylik, shu ertagalikka 4 ga joy olmoqchiman yoki bunaqa informatsiya bilmoqchiman desangiz, agent gaplashadi, xullas sizga sodda qilib tushuntirganda. Keling, gaplashib ko'ramiz deylik. Misol keltirib. Hello, this is Gary from Xylol Skincare. How can I assist you today? Hey, I'm just wondering if there is like a service for my acne problems. I mean, Thank you for reaching out. We offer several services that can help with acne concerns. Thank you for reaching out. Yes, we do offer services that can help with acne concerns. We have customized treatments that combine massage techniques with advanced technology to sorry, address. can I make an appointment for tomorrow if it's possible? Of course. Could you please let me know what time you'd like to book your... Of course. I can appointment help you with before time. Xullas, bu yerda hozir bu hali informatsiyalar berilmagan, yetarlicha mana bu yerda qanday nima qilishlarigacha berilgan-u, lekin baribir deylik voice'larda har bitta qarang. Papi, Eleven Labs, OpenAI, boshqa odam har xil tillarda yoki har xil ovozlarda gaplashishi mumkin va hozir gaplashgan agentimiz qanaqadir baribir hali insonga o'xshab gaplashmayapti. Shunga o'zingizni xohlagan odamingizni ovozlarini tanlashingiz mumkin. Ya'ni yana ham buni odamga o'xshab gapiradigan tilda o'rgatishingiz mumkin. Hattoki hali gapirib to'xtab duduqlarni gapirishlar, shunaqalargacha bunga ishoralar bersa, qancha ko'p informatsiya bersa, shuncha yaxshi rezultat beradi bu narsa. Va hozir o'zbek tilida aynan VAPida yo'q, lekin chet el bizneslariga bu narsani nima deydi, spetsialist darajasiga yetadigan bo'lsangiz va bizneslarga sotishingiz mumkin bu servislaringizni yoki oyma-oy to'lov sifatida foydalanishingiz mumkin. Va hozir to'g'risi masalan voice agent specialist misolida hozir keltirdim, ya'ni ovoz bilan gaplashadigan agent sifatida, lekin shunga o'xshagan deylik chatbot automation specialist, ya'ni chatbot, ya'ni veb-saytiga, qanaqadir biznesning veb-saytiga yoki online store deymiz, ya'ni online marketiga kiradigan bo'lsangiz, shunaqa anaqalar bor, hozir chatbotlar bor, ya'ni kirsangiz siz bilan gaplashadi, informatsiyalar beradi. Oldin bu narsa nima deydi, yasalgan narsalar bo'yicha gaplashgan, ya'ni siz kirishingizga sizga variantlar beradi, 3-4 ta, siz tanlaganingiz bo'yicha ketadi, ya'ni siz qaysini tanlaydigan bo'lsangiz o'shanga yarasha javoblar oldindan tuzilgan bo'lib, shunaqa ishlatishgan, ya'ni chatbot sifatida. Hozir bunaqa large language modellardan, ChatGPT ga o'xshagan modellardan sizga alohida siz bilan gaplasha oladi. Oldindan tuzilmagan moslamalar bo'yicha siz prosta instructionlar berib, siz deylik bunaqa kompaniyani veb-saytisiz yoki deylik bunaqa deylik bizda hozir qaysi example oladigan bo'lsak bo'ladi, ya'ni
onlayn sotib oladigan shoppingdamiz deylik. Qanaqadir produkt istayapmiz, o'sha do'konni, onlayn do'konni nimadir produkt istayapmiz va topolmadik yoki qanaqadir narsa so'ramoqchimiz u do'konda menejerdan. U odam yozishi shart emas, kirib turib shunaqa produkt yo'qmi, shunaqa mahsulot yo'qmi deb yozadigan bo'lsak, xuddi ChatGPTga o'xshab uzr bunaqa mahsulotimiz yo'q edi, lekin ertaga bo'lib qolishi mumkin yoki manaqa vaqt bo'lishi mumkin yoki haligi xuddi odam bilan gaplashadigandek biz prompt engineering deydi, ya'ni prompt yetarlicha prompt o'rganadigan bo'lsak, yaxshigina nima deydi, informatsiyalar beradigan bo'lsa, xuddi odam gaplashadigandek unga gapirtirishimiz mumkin. Ya'ni kirganda salom berasan, savol so'raydigan bo'lsa, chiroyli javob berasan. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, manaqa uzr yo'q edi, manaqa qilib aytasan desangiz, o'zi tushunchasi bilan ChatGPTga o'xshab gaplashib keta oladi. Xuddi shunaqa servislari bor. Ya'ni shunaqa demoqchi bo'lgan narsam shunaqa deylik. Xo'p. Nishlar deyiladi. Ya'ni nish deganda o'sha aytganimdek hozir kelmay qoldi, ya'ni o'sha yo'nalishlar. Xo'p, shunaqa yo'nalishlarni boshlasak, birma-bir lekin har bittasini o'rgana olmaysiz. Bitta yo'nalishda yetarlicha bilimingiz bo'lib o'rganadigan bo'lsangiz, yaxshigina spetsialist darajasiga chiqib oladigan bo'lsangiz, juda katta daromadga erishishingiz mumkin deb o'ylayman bu narsada. Ya'ni klientlar bilan ishlashni boshlasangiz, hamma yo'l prosta avtomatik bo'ladi. Avtomatik siz boshida har bitta prosessni to'g'rilab qo'yasiz va avtomatik ishlab beradi siz uchun. Shunaqangi katta sohaki, shunaqangi imkoniyatlar kattaki, prosta bunga yetarlicha kreativ yondashib, bilim olib, eng muhimi siz men buni aytdimmi, aytmadimmi? Koder bo'lish shart emas, ya'ni dasturchi bo'lish shart emas. Har bittasini agentlar o'zi bajaradi. Va yana bir aytishim kerak bo'lgan narsa, eng muhimi, mana bu yerda make.com bor. Ya'ni bu platformada make.com, Zapier yoki N18 lar hozir trendda. N18 hozir menimcha ko'proq foydalanuvchi ishlatayotgan platforma. Hozir masalan anaqadan kelib chiqib aytaman, ya'ni Vapidan kelib chiqib aytaman. Vapida hozir gaplashdik, biz agent bilan gaplashdik. Deylik, restoranga joy olmoqchimiz, ertagalikka mancha odamga joy olmoqchimiz, telefon qildik, da kelaver, ertaga joy bor dedi. To'g'ri. Yo'q, unaqa demadi. Hozir biz boshqa agent bilan gaplashdik, ya'ni skin care, ya'ni tana bilan ishlaydigan doktorlar bo'yicha unga narsa berilgan ekan hozir. Lekin bu deylik, men bitta ulaganmiz o'sha, ya'ni qanday qurilgan bu narsalar? Deylik, o'sha platformalar, ishlatadigan platformamiz API dan o'ziga bir-biriga nima deydi? Narsalar jo'natadi, ya'ni datalar deydi, datalar jo'natadi bir-biriga, o'sha datalar bo'yicha ishlaydi. Ya'ni bu yerda avtomatlashtirilgan kod yozishimiz shart emas, prosta qanday ishlatishni bilishimiz kerak. Ya'ni men bitta webhook tanlaganman. Webhook Vapiga ulatganmiz. Vapida API ga ulatib, Vapidan bar informatsiyalar keladi. Ya'ni buni DeepSeek, ya'ni ChatGPT ga o'xshagan open large language model bu ham. Ya'ni DeepSeekda u gaplashgan narsalardan Vapi masalan o'zi javob bera oladigan bo'lsa, deylik, klient bizdan so'radi. Klient bizdan to'rga joy bormi dedi. O'shundan DeepSeekda endi men hozir nima berganman? Kontekst bo'yicha JSON formatga o'tkazda. Hozir bunchalik chuqur kirmoqchi emasman buning ichiga. Ya'ni bunda ham deylik, baribir ichida qiyinchiliklari, yetarlicha murakkabliklari bor. Shuning uchun bitta soha bo'lib yetishdi. Buni o'rganishingiz kerak, ko'proq vaqt sarflashingiz kerak va bu sohani ekspert bo'ladigan bo'lsangiz, yaxshigina summa topishingiz mumkin. Ya'ni hozirgi misolda deylik, agar joy yo'q bo'lsa, joy yo'q deydi, ya'ni kalendarlarga ko'radi, kalendarlardagi datalarga access qiladi va o'sha deylik, oldindan boshqa odam joy olib qo'ygan bo'lsa u joyga yoki joy deylik 10 ta 20 ta joydan o'sha joyda ko'proq joy bron qilingan bo'lsa, informatsiyalar kirib, agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, onlayn tarzda o'sha Vapidagi agentimiz gapiradi, yo'q, joyimiz yo'q ekan. Boshqa informatsiyalardan kelib chiqib qoldi. Shuning uchun hozircha shu, lekin to'g'risi video ko'payib, video uzun bo'lib ketmasligi uchun men sizlarga birma-bir
kerakli informatsiyalar berib borishga harakat qilaman. Keyinchalik Xudo xolasa, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Obuna bo'lib qo'yinglar va shunaqa yo'llarini, qanday daromad qilish, muammolarni yechish, shunaqa narsalarga qiziqadigan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Birma-bir o'zim bilganlarimni bo'lishib boraman, Xudo xolasa. Agar biznesingizni avtomatlashtirishga qiziqadigan bo'lsangiz yoki shu narsalardan foydalanmoqchi bo'lsangiz ham shu narsadan o'rganib borishingiz mumkin. Rahmat.